Nega doim meni haydayverasiz? Xo'p, o'zing so'rading, bu javobni eshit. Meni yaxshi ko'rgan qizim bor. Senga oyim majburlab uylantirib qo'ygan, bo'ldimi? Endi gapni ko'paytirmaginda, bugunoq narsalaringni yig'ishtirib, uyingga ket. Meni to'g'ri tushuning. Meni boradigan joyim yo'q. Agar tog'amlarnikiga qaytib borsam, keldilar menga ko'p berishmaydi. Sizdan o'tirib so'rayman. Meni haydamang. Mayli, agar xohlasangiz o'sha qizni shu yerga olsangiz ham mayli, men indamayman. Bir burchakda indamay yashab yuraman. Ha, esing joyidami? U qanaqa qilib rozi bo'ladi sen bilan bitta xonadonda yashashga? Itni ham haydasam ketadi. Ketsang ket, narsalaringni yig'ishtirganda bor, to'rtta tomonga qibla bo'lib ketaver. Tushundingmi? O'tirib so'rayman, haydamang. Bir umr xizmatingizni qilishga ham roziman. Faqat Ey, haydamang. menga qara. Tushundingmi dedim. Xullas. Abi ketasan, tushundingmi? Xafa bo'ldingizmi? Voy, o'zim o'rgili sizdan bola. Xafa bo'lmang. Birinchi marta gapiryaptimi bu gapini? Hech ham xafa bo'lmang. Anchadan buyon? Voy, o'zim o'rgili sizdan. Anchadan beri shunaqa qiynab keladimi? Menga qarang. Oranglarda yaqinlik bo'ldimi? Yo'q. Hali shu vaqtgacha qo'llarim uchun ham tekkizmadilar. Voy, ahmoq bola. Mayli bolam, men o'zim hali u bilan gaplashib qo'yaman. Voy, ona qizim. Shoshmay tursin hali. Oy. Sardor. To'xta bolam.